Bismillahirrahmanirrahim. إعراب الفعل المعتل إلا تلي فعلان إعرابه. وإذا كان آخر المضارع ألفا أو واوا أو ياء سمي معتل الآخر. أجر مضارع فعل آخر ألف بولسا ياكي واو بولسا ياكي يا بولسا آخر إلا تلانجان دب اسملند. وجزم بخسف آخره نيابة عن السكون. bunday fe'llarni oxirini sokindan o'rinbosar bo'lgan holda hasb qilishlik bilan bo'ladi. Nahvu lam yaxsha qo'rqmadi, lam yad'u chaqirmadi va lam yarmi otmadi. Amma nasbu fayazharu alal vavi wal ya'i. Ammo nasb holati vav va yoga oshkor ko'rinib turadi va yuqaddaru alal alifi alifga taqdir qilinadi. Va amma raf'u fayuqaddaru alal jami'. Ammo raf alomati hammasida taqdiriy qilinadi. إذا كان آخر الفعل المضارع ألفا نحو يخشى ويسعى ويلقى. أجر مضارع فعل آخر ألف بولسا يخشى قرقد يسعى سيحركت قلد يلقى يلقد غوخشش أو واو نحو يدعو ويسمو ويلهو ياكي واوليك بولسا يدعو چقرد يسمو يقارب بولد يلهو باعتبار بولد. أو يا أنه يرمي ويأسي ويمشي ياكي يا بولسا يرمي أتد يأسي آسي بولد يمشي يردي وخشش سمي الفعل معتل الآخر. داي فعلنا آخر إلتلي دب اسملند. وجزم الفعل المعتل الآخر لا يكون بالسكون بل بخسف آخره نيابة عن السكون. oxiri illatlik fe'lning jazm bo'lishligi sokin bilan bo'lmaydi, balki uning oxirini sukundan o'rin bosgan holda hasb qilishlik, tashlab yuborishlik bilan bo'ladi. Fa hasful akhir huwa min alamatil far'iyyati. Oxirini hasb qilishlik u shahobcha alomatlardandir. Nahvu lam yaxsha, misol lam yaxsha qo'rqmadi, va lam yas'a sa'y harakat qilmadi, va lam yalqa yo'liqmadi, va lam yad'u chaqirmadi, va lam yasmu yuqori bo'lmadi, va lam yalhu bee'tibor bo'lmadi, va lam yarmi otmadi, va lam ya'si osilik qilmadi, va lam yamshi yurmadi. أما نسبه ورفعه فبالعلامتين الأصليتين الزمة والفتحة. أما uning nasb bo'lishligi va raf bo'lishliklari asli ikki alomati zamma va fatha bilandir. Illa anna al-fathata tuqaddaru ala al-alif li ta'azzur tahrikha. Faqatgina oxiri aliflik fe'lda albatta fathani harakatlantirish uzr bo'lgani uchun taqdir qilinadi. Misol yaxsha bo'lsa, an kelganda yaxshaya bo'lsa, yo harakat yuqorisi fatha bo'lgani uchun qalb qilishlik vojib bo'lib qoladi. Va tazharu ala al-vavi wal ya'i. Ammo oxiri vovlik, yo'lik fe'llarda fatha ochiq ko'rinib turadi. Misol an yad'u va an yarmiya. Va zammatu tuqaddaru ala al-alif lit-ta'azzuri. Zammani oxiri aliflik fe'lda uzr bo'lganligi uchun taqdir qilinadi. Ya'ni yaxshayu yo harakatlik yuqorisi fatha qalb qilishlik vojib bo'ladi. Va alal vavi wal ya'i lis-saqli. Ammo oxiri vovlik, yo'lik fe'llarda bo'lsa, zammani taqdir qilinadi og'ir bo'lgani uchun. Yad'u vovga zamma og'ir tashlab yuboriladi, yarmiyu yoga zamma og'ir tashlab yuboriladi. I'robul amsilatil khamsati. 5 ta misolning i'robi. Wal muzari idza ittasala bihi alif isnayn aw waw jama'atin aw ya'u mukhatabatin yurfa'u bi subutin nun niyabatan an ad-dammati. Muzari fe'li agar unga ikkilik alif yopishsa yoki jamoatni vovi yoki muxotaba ayolning yosi yopishadigan bo'lsa, nun o'rnida turishi bilan raf o'qilinadi zammadan o'rin bosgan holda. Va yunsabu va yuzzabu bihasfiha niyabatan anil fathati va sukuni. Va nasb o'qilinadi va jazm o'qilinadi o'sha nunni hasb qilishlik, tashlab yuborishlik bilan fatha va sukundan o'rin bosgan holda. Izo usnidal muzari'u li alifil isnayni. Agar muzari fe'lini ikki kishilik alif tasniyaga isnot berilsa, isnot bu fe'llarda hosil bo'lishlik munosabatini bir ismga bog'lashlik, ya'ni ona tilimizda ega kesimlik jumlani egalik huquqini berishlik.
ko'pincha fe'lni bajaruvchiga isnod beriladi. Bajaruvchi lafzda bo'lmaganda holatda boshqalarga isnod berishligi o'z o'rnida zikr qilinadi. Ya'ni muzori fe'lini tasniyani alifi ikkilikni alifiga isnod berilsa, nahu ar-rajulani yaktubani va antuma taktubani. Misol, ikki odam yozyapti va siz ikkovingiz yozasizlar deganga o'xshash. Aw liwavil jamaati yoki jamoat voviga isnod berilsa, nahu ar-rijalu yaktubuna va antum taktubuna. Odamlar yozyaptilar va sizlar yozasizlarga o'xshash. Aw liya al-mukhatabati nahu anti taktubina yoki muxotaba ayolning yosiga isnod berilsa, siz sen ayol yozyapsanga o'xshash. Kana raf'uhu bi subutun nuni kama ra'ayta. Bu holatlarda uning raf o'qishlik nuni o'z o'rnida joyida turishlik bilan bo'ladi, siz ko'rganingizdek. Va nasbuhu va jazmuhu bi hasbiha. Uning ammo nasb o'qishlik, jazm o'qishlik o'sha nunni hasb qilishlik, tashlab yuborishlik bilan bo'ladi. Nahu la yaktuba hargiz ikkovi yozmayapti. Valan taktuba hargiz ikkovingiz yozmayapsizlar. Valan yaktubu hargiz ular yozmayaptilar. Valan taktubu hargiz sizlar yozmayapsiz. Valan taktubi hargiz sen ayol yozmayapsan. Valam yaktuba u ikkovi yozmadi. Valan taktuba siz ikkovingiz yozmadingiz. Valam yaktubu ular yozmadilar. Valam taktubu sizlar yozmadingiz. Valam taktubi sen ayol yozmading. وتسمى هذه الأفعال وأمثالها بالأمثلة الخمسة. Bu fe'llar va unga o'xshashlari 5 ta misol deb ismlanadi. Bundan keyin amsilatul xomsa deganda muzori fe'lidagi ikkita tasniya ikkilik siyg'asini va ikkita jam siyg'asini va bitta birlik muxotab ayol siyg'asini tushunamiz va o'ziga alohida bularga hukm yuritiladi. Va subutun nuni va hasbuha min al-alamat al-far'iyyati. Endi nunni o'z o'rnida turishligi yoki uni hasb qilib tashlab yuborishlik